Muxtar Trend kanali taqdim etadi. Assalomu alaykum. Kamina Muxtar Mirzakulov. Qadrdon Muxtar Trend YouTube kanali obunachilari, bugun men sizga 3 ta haqiqatni oshkor qilaman. Barcha insonlar boshqacha o'ylaydi, aslida esa umuman boshqacha. Birinchi haqiqat. Barchaning boshida ko'rgansiz, Panama degan yozuv bor, shapkalar, shlepalar. Hamma o'ylaydi, bu bosh kiyimlar Panama mamlakatida ishlab chiqarilgan deb. Yo'q, aslo yo'q. Bu Janubiy Amerikadagi Ekvador davlatida ishlab chiqariladi. Barcha Panama bosh kiyimlari Ekvador davlatida ishlab chiqariladi. Xo'sh, ma'lumot yo'qmi? Demak, ikkinchi ma'lumot. O'lsam janozamni bulbul o'qisin she'rini tinglagansiz. Dilbar Oxunova ijrosida eshitgansiz. Ko'pchilik ushbu she'r muallifi O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov deb o'ylaydi. Ko'chada ketayotgan ko'pchilikdan so'rasangiz, hech ikkilanmasdan Islom Abdug'aniyevich Karim yozgan bu she'rni deydi. Yo'q. Aslo unaqa emas. Navoiy viloyati Xatirchi tumanida tavallud topgan 1952-yil 1-sentyabr tug'ilgan Bibisora Turob qiziga tegishli. Taniqli shoira Bibisora Turobovaga tegishli she'r. Demak, 3-haqiqatni oshkor qilamiz. Shamollar uyg'ondi barq hayajonda, o'lgim kelmayapti onajon degan qo'shiqni eshitgansiz-a? Qizlarning ovozi jaranglar munis. Ishq desam daftariga sachilib ketdi qon. Suymasa suymabdi bitta chiroyli qiz, dunyoda qiz kammi onajon degan qo'shiqni eshitgansiz. Karim Bahriyev she'r muallifi barcha deyarli 90% inson u qo'shiqni Oxunjon Madaliyev ijro etgan deydi. Radiolarda ham Oxun Madaliyev ijrosida qo'shiq qo'yib bering desa, shu qo'shiqni qo'yadi. Ketkim kelmayapti onajon. Yo'q. Oxunjon Madaliyev u qo'shiqni ijro etmagan. U qo'shiqning ilk ijrochisi Oxunjonning shogirdi Rahmatullo Yusupovga tegishli. Rahmatullo Yusupov ijro qilgan birinchi bor. Demak, ma'lumotlarimiz sizga yoqdi degan umiddaman. Like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Allohimga omonat siz qadrdonim.